Vafoligim ahtimsan, senda doim xayolim, har on mening baxtimsan, rahmat senga ayolim. Assalomu alaykum yaxshilardan yaxshi insonlarim, yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik onlarni nisholayotgan barchani muborak etamiz. Sizlar bilan Dalis Xorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda va men boshlovchi Madinaxon. Yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar qani ketdik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gulbahor opamiz bilan bog'landimmi? Kim bilan? Gulbahor opamiz bilan bog'landimmi? Xayrli kunlar bo'lsin opajonim, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, rahmat. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan 50 yoshingiz ummatlik baxti bilan tabriklayman. Rahmat. Ayni damda sizni Dalis Xorim loyihasi tug'ilgan kun tabriklaridan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Rahmat qizim, tanjoningiz sog' bo'lsin. Rahmat kattakon. Bugun bizning loyihamizga yaqinlaringiz orasidan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz, kim yuborgan bo'lishi mumkin? Endi farzandlarimdan yuborgan bo'lishi mumkin. Masalan, Shahnoza qizimmi yoki Gulnoza qizimmi, qizlarimdan shular bergan bo'lishi mumkin-da. Yana taxminingiz bormi? Yana taxminim balki o'g'limdir. Albatta mehribon farzandlaringiz ham tabriklab o'tyapti, lekin asosiy tabriklovchi boshqa inson kim deb o'ylaysiz? Boshqa bilmadim, endi shu farzandlarimda endi tabrik loyihasiga beradigan endi shularda, boshqa kimdan deb o'ylayman, boshqa bilmadim. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas, mehribon, suyangan, ishongan tog'ingiz, turmush o'rtog'ingiz Jahongir akamiz nomidan kelibdi. Rahmat. Rahmat sizga ham. Hech ham kutmagan edim. Xo'jayinim Rossiyada edi, hech ham kutmagan edim. Va ular bilan birgalikda farzandlaringiz Gulnoza opa, Shahnoza opa, o'g'lingiz Azizbek aka, Sarvinoz va kuyovingiz Furqatjon akalar ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Rahmat, hammasini tanjoni sog' bo'lsin. Dunyo turgicha tursin, hammasi nimani niyat qilsa niyatlariga yetsin. Allohim yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Shunaqa kunlarda doim bir-birimizni qo'llab-quvvatlab yuz ko'rib yurishlikni Alloh o'zi nasib qilsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Opajonim, bilasizmi, ular sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rar ekanlar. Mening mehribon juft halolim, farzandlarimizning mehribon onajonisi hamisha baxtimga sog' salomat bo'lib yursin deya bizning loyihamizga murojaat qilganlar. Rahmat, tanjoni sog' bo'lsin. O'zga yurtlarda musofir elda yuribdi. Tanjoni sog' bo'lib shu bolalarini orzu kamolini ko'rsin. Alloh o'zini ham umrini uzoq tanjoni sog'. Opajonim, hayot yo'lingizda birgalashib chiqqan umr yo'llaringiz har doim sizning yoningizda turib, yelkalari qoya bo'lgan. Har bir kuningizda yelkadosh bo'lib, hayotingizni birgalikda kutib bo'lgan. Shu kundan mamnun bo'lib, farzandlik baxtiga erishtirganingiz uchun, doimo yonlarda bo'lganingiz uchun, hayotning achchiq kunlarida qo'l ushlashib birgalikda turganingiz uchun, o'zlarini tashakkurnomalarni, tabriklarni, minnatdorchiliklarni yuborgan. Ijozat bersangiz, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, mayli. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum. Mening mehribonim, shirin so'zli Gulisam. Bugungi shukronalik ayyomingiz, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Bugun mening eng baxtli kunim. Allohim sizni men uchun yaratgan kun. Siz mening hayotimga kelib, iymonimni yarmini to'ldirdingiz. Allohim menga bergan omonatimsiz.
Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Farzandlarimizning mehribon onajonisi. Mening baxtimga aziz farzandlarimiz baxtiga hamisha sog' salomat bo'lib yuring. Shiringina joningiz og'rimasin. Hech qachon kulgu tabassum arimasin. Ilohim Allohim panohida bo'ling. Menga sizdagi insonni, mehribon insonni juft halol qilib berganidan Allohimga hamd sanolar aytaman. Mening qalbim egasi, hayotim davomida doim yonimda bo'lishligingizni juda ham istayman. Bunday yoshlarni ko'rib, ko'pini ko'rib, hamisha baxtimga sog'-omon bo'lib yuring onasi. Inshaalloh birgalikda haj umra safarlariga borib, Baytullohlarda ziyorat qilishlik, muborak qadam joylarda farz amallarni bajarib kelishlik nasib qilsin. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Vafoligim maqtamsan, senda doim xayolam, har on mening baxtimsan. Rahmat senga ayolam. Necha yilki go'zalsan, har go'zaldan o'zarsan, chiroylisan, asalsan. Rahmat senga ayolam. So'zi shakar bolligim, har dardga shifoligim, Alloh bergan boyligim. Rahmat senga ayolam. Otam xizmatin qilding, onam xizmatin qilding, yonida doim kulding. Rahmat senga ayolam. Ko'nding ozar bersam ham, chidading bo'lganda kam, boringga shukr har dam. Rahmat senga ayolam. O'zing qadrin to'kmagan, do'st bo'lding sir sotmagan, hech kim senga yetmagan. Rahmat senga ayolam deya ajoyib bo'lgan o'zlarini, dilizxo'larning oy she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Sizni ham mehribon turmush o'rtog'ingiz, farzandlaringiz uchun samimiy tilaklaringiz voz yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar opajonim. Rahmat, hammasiga rahmat. Tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Nimani niyat qilsa niyatlariga yetsin Allohim. O'sha o'zga yurtlarda yurib, bizni dardimizni ko'tarib, farzandlari baxtiga shu yerlarda pul topaman deb ishlab yurganlarni hamma musofirdagilar tanjonlari sog' bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Allohim hammasini o'z panohida asrasin. Amin. Rahmat kattakon, ilohim aytganingiz kelsin. Mana shunday mehribon, jonkuyar, qadrdon juft halolingiz baxtiga sog' salomat bo'lib, farzandlaringiz rohatini birgalikda ko'rib yurishlik nasib qilsin opajonim. Rahmat, rahmat singlim sizga ham. Tanijoningiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Allohim shunaqa eldi doim xizmatida sog' salomat, bolalaringiz orzu havasini ko'rib, kamolini ko'rib yurishlikni Alloh sizga ham nasib aylasin. Allohim tanijonlaringiz sog' bo'lsin, ota-onangizni baxtiga doim omonda bo'ling. Allohim o'z panohida asrasin. Amin. Rahmat kattakon, rahmat aytganingiz kelsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling opajon. Allohga omonat. Rahmat sizlarga ham ishinglarga omad, ishinglarga rivojini bersin qizim. Rahmat. Qani yana bari ortga qaytsaydi, yana to'ymas edim qarab ko'zingga. Qani yoshligim ham qaytib qolsaydi, oshiq bo'lar edim yana o'zingga. Tangrimdan bir seni so'rardim har dam, yetti qat osmonni taydib kelsam ham, hayotga ikki bor qaytib kelsam ham, oshiq bo'lar edim yana o'zingga. Ilk ko'rganim kabi hayajon bosib, yuragimga o'yib, ismingni yozib, o'zimni yo'qotib, aqldan ozib, oshiq bo'lar edim yana o'zingga. Ilk ko'rganim kabi hayajon bosib, yuragimga o'yib, ismingni yozib, o'zimni
yo'qotib aqldan ozib oshiq bo'lar edim yana senga. Kechagidan ko'proq mashhur oshiqlarning ertagidan ko'proq sevib va bog'lanib keragidan ko'proq oshiq bo'lar edim yana o'zingga. Gar osmondan yerga hurlar tushsa ham ular chiroyidan hushim uchsa ham tanamdan bu jonim chiqib ketsa ham oshiq